mana zaryadka qilsalaring bo'laveradi. 220 volt kulasizlar. Buni haligi tashqari joylarda zaryadka qilish imkoniyati yo'q. O'shani ham aytib qo'yamiz. Uylaringda 220 volt kulasizlar ham xudo xolasa zaryadka qila olishlaring mumkin. Narxlari tushgan videoda oxirigacha ko'rib turasizlar. Aytaman, oldin mini labosi bitta to'liq obzor qilishga harakat qilaman. Mini labo ko'rishlaring mumkin. Mini laboyimiz ham juda ham zo'r holatda chiqib qo'ygan. Bitta baho berib qo'yasizlar, xudo xolasa. Oldida dugalari bor, bu 1 tonna yuk ko'tarishga mo'ljallangan bo'ladi. Oldilarini ko'ringlar, qadrdonlar. Juda ham zo'r holatda ishlab qo'yishgan, xudo xolasa. Salonlari ham vobshe zo'r chiqqan buni. Balonlarga ahamiyat beraverasizlar. Anularga qaraganda sal balonlari ham kattaroq hisoblanadi. Buni balonni qaranglar, buni balonni qaranglar. Endi bu yuk ko'taradigan bo'lganiga sal balonlari ham kattaroq chiqqan modelimiz hisoblanadi. Ichki salon qismlarini ham ko'rsatib o'taman hozir. Bu qulflab qo'yishgan ekan. Buni ichki salon qismlari xudo xolasa bexijolat zo'r chiqqan. Buni rullar gidravlika bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Xudo xolasa maza narsa 2 kishi bemalol sig'ib ketaveradi. Bundan o'sha aytganimdek pechkalari mavjud. Endi yuk ko'taradiganlarga keladigan bo'lsa, yuk ko'taradiganlar buniki 1 tonna bo'ladi. 2 ga 1.25 lik bort bilan jihozlangan bo'ladi. Bonusiga sizlar uchun ko'rishlaring mumkin. Zapaska balonlarni xudo xolasa mutlaqo bepulga qo'shib bera olamiz. Aytib o'tganimizdek, bu mahsulotlarimiz O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatidan umuman muammo yo'q. Bemalol o'ylanmasa telefon qilsalaring bo'laveradi. Xudo xolasa ishlaring chiroyli qilib bitkazib berishadi. Albatta Oyatullo 3 kanalda oldin deyish unutmaysizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib berishadi. Balonlarni ishlab qo'yishganiga qaranglar, bemalol dog'li toshli joylardan ketsalaring bo'laveradi. Tepasida ko'rishlaring mumkin o'zini narsalar va bemalol bunga 100 kg 200 kggacha yuklab ketsalaring bo'laveradi. LED paralar bilan jihozlangan. Bu ham xudo xolasa kechki payt zo'r yonib bera oladigan modelimiz hisoblanadi, xudo xolasa. Agar moshinachamiz ham laboyimiz ham yoqqan bo'lsa, bitta laykni bosib, mehnatimizga ham bitta laykni bosib qo'yinglar. Obuna bo'lish tugmasini ham bosib qo'ysangiz, xudo xolasa har bitta videomiz sizlarga birinchi bo'lib yetib boradi. Shu obuna bo'lish tugmasini bosasizlar, yonida qo'ng'iroqcha bor. Qo'ng'iroqchani ham yoqib qo'ysalar, xudo xolasa videolarimiz birinchi bo'lib sizlarga chiqib boradi. Endi hurmatli kuzatuvchilarimiz, hamma qiziqayotgan narxlar bilan tanishtirib o'taman. Moshinachalarimiz ko'rishlaring mumkin. Oldin narxlarini 2,5 ming dollardan qo'yadi. Ko'pchilik to'g'risi qimmat deb o'ylashibdi. Buni o'rniga tayyor mashina olsa bo'lmaydimi deganlar uchun narxlarni xudo xolasa tushirib qo'yganmiz. Narxlar 2300 dollardan bo'ladigan narxini qilib beramiz. Undan avvalga to'g'risi ilojisi yo'q. 2300 dollardan xudo xolasa bemalol qaytib olsalaring bo'laveradi. Chiroyli narxlarda bo'ldi deb o'ylayman. Endi laboyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 2100 dollardan xarid qilsalaring bo'laveradi. Agar sizlarda ikkalasiga imkoniyat bo'lganda qaysi birini sotib olgan bo'lardilar, mini labo olgan bo'lardilar yoki mini elektromobilni. Mini elektromobil ko'rishlaring mumkin. 4 kishilik hisoblanadi. Bu 2 kishilik bo'ladi, 1 tonna yuk ko'tarishga mo'ljallangan bo'ladi. O'tgan safar videomizda ko'pchilik manzil so'rabdi. Men sizlarga manzilni to'liq qilib tushuntirib beraman. Agar obzorimiz yoqqan bo'lsa, mehnatimizga ham bitta laykni bosib qo'yasizlar. Xo'p, manzilga keladigan bo'lsa, bizning manzilimiz Farg'ona shahar. Shundoqqina Hammabop choyxonasining